Assalomu alaykum yurtdoshlar. Bugun bize Urganch shahrida yana bir chiroyli, bir fayzli xonadondamiz. Bir hol qismina Urgaz gilamlar zavodini Genesis kolleksiyasini chiroyli ko'rinishdagi metrajli gilamlaridan döşab berganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Hamma stiklari o'zina mosat tikilgan, o'zina mosat bichilgan. Stiklardan ham ko'rsangizlar bo'ladi. Birma-bir do'rigan hammasi o'zi. Hozir ikkinchi etajdan bir qator ko'rib chiqamiz. Ikkinchi etajdan ikki spalni hamda doroshka qismlarini chiroylatib gilamlarni döşab berganmiz. Bu uyimizning ikkinchi etaji ko'rishingiz mumkin. Bu ham Urgaz zavodini toza kolleksiyalaridan biri bo'lgan Genesis kolleksiyasini doroshkasidan döşab berganmiz. Hem dizaynerskiy hem klientimizning xohishlariga binoan 1.20 lik bo'lgan, bu taraf esa 1 lik endi bichilib chiroylatib döşab berilgan. Bir chiroyli ko'rinishdagi spalnimiz. Ko'rishingiz mumkin. 5x5 bir kvadrat shaklida etib tushirilgan berni plani. O'zining dekoratsiyasini mosatdik berni ham chiroylatib, bu ham Dream kolleksiyasini metrajli gilamlaridan o'zini mosatib bichib berganmiz. Bu yana bir spalni qismimiz. Eni 4, bo'yi esa 5 metr bo'ladi. Bu ham shu Urgaz zavodini Dream kolleksiyasini metrajli gilamlaridan o'zini mosatib bichib döşab berganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Dekoratsiya ham mos bo'lgan, meri chiroyli bo'lgan.